Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun biz sizlarga yana bir rezultatni ko'rsatmoqchimiz. Rezultatimiz shunaqaki, hali davom etayotgan rezultat. Hali qanchaligiga e'tibor berib, to'g'rimi? 11 oy. Tak, o'zingiz ayting, necha kilo kelganingiz bizga? Assalomu alaykum. Men o'tgan yil 1-avgust kuni operatsiya qildirganman. 148 kilo bilan kelgan edim. Hozir necha kilo vazn yo'qotdingiz? Hozirda 51 kilo. 91 kilo ketdi, ha? 11 oyda. Hozir mana shu 11 oy endi hayotingizning qancha 11 oyda o'zgarganligini aytib bering. Yoshingiz nechida? Yoshim 32 da. Buxoroda. Buxoroda. Juda ham katta vaznda yurganlar, yosh bo'lishiga qaramasdan juda ham ko'p qiynalganlar, menga aytib berganlar. Mana yaxshi tomonga o'zgardik-da. Nimalar o'zgarishlarni sezdingiz? Juda xursandman. Doim sport bilan shug'ullanishga harakat qilganman. Har xil tabletkalar, даже azimklarni olganman. Kimlikdan umuman yordam qilmagan. Faqat ko'nglimni aynitgan и всё. Shuning uchun oxirgi nimam tochkam shu operatsiya qildirishga. Operatsiyadan qo'rqdingiz, to'g'rimi? Yo'q, operatsiyadan qo'rqmadim, faqat reanimatsiyadan chiqish jarayonida qiynaldim. Shu hali esingizda qolib ketgan. Ha, qolib ketgan. Xo'p, mana hozirda nimalardan xursandsiz? Ko'chada yurganingizda qiyinchilik yo'qmi, ovqat yeganingizda? Samoverенность paydo bo'ldi. Birinchidan o'zingizga ishonch. Aha. Женский taraflama siklim восстановиться qildi. Doim siz ayting, qancha vaqtda bir menstruatsiya bo'lgan dedingiz? 1 yilda 8 oyda 1 yoki 1 yil doim kelib turadigan holatlar ham bo'ldi. Shuning uchun chunki gormon to'liq o'zgarib ketib qolgan, xohlaymizmi yo'qmi, bu narsa ayniqsa katta vazn borlarda o'zini namoyon qiladi. Vazn ketishi bilan joyiga tushadi. Hozir regular, normal. Hozir regularno, chiki har o'sha bitta chiqadi. Mana shu doim vitamin ichib yuraman deyishadi. Shunaqa doim ichib yurasiz? Ha, biotin faqat. Постоянно ichasiz. Постоянно biotin. 3 operatsiyadan keyin 3 oydan keyin meni sochim juda dahshatli darajada to'kilishni boshladi. Eng katta muammo shunda bo'ladi. Faqat 3 oygacha to'kilmadi. 3 oydan keyin to'kilishni boshladi. Biotin ichishni boshladim, sal to'xtadi. Keyin bu kun shunday bo'ldi, biotinim tugab qoldi. Ikki oyladim bo'ldi. Ichmasam ham bo'ladi. 2-3 oy o'tgandan keyin qarasam, yana to'kilishni boshladi. Keyin majbur yana biotin ichishni. Sochingiz восстановиться qildimi? Da. Hozir to'kilishi sal kamroq. Kamroq. Ich kelishi, boshqa muammolar yo'q. Yo'q. Ko'nglingiz aynib qaytib yurasizmi doim? Yo'q, umuman. Operatsiyadan keyin 2 marta ko'ngil aynish bo'lib, mazam qochdi, bo'ldi. U ham o'rganmaganman-ku kam yeyishga. Shuning uchun o'sha nafsim nima qilganligi uchun ko'p yeganim sababli shunaqa holatga tushgandim. Только 2 marta. Xo'p, menga endi ochiq mana hammani oldida ayting, ba'zi blogerlar yozadi, men nimaga ham qildim? Ochiq ayting, operatsiya qildirganingizdan afsuslanasizmi? Men faqat bitta narsadan afsusdaman, bir 5, 6, 7 yil oldin qildirishim kerak edi. Bo'ldi. Boshqa afsuslanadigan realni. Men hech kimni o'rgatganim yo'q. Oylari ham turibdilar, ochiqcha gaplashyapmiz. 80% odam hech qachon afsuslanmadim deb aytadi. Afsuslanadiganlar bor, 10% odamlar, lekin katta miqdor odamlarda natijalar yomon emas. Men hech qachon operatsiya tarafdori bo'lmayman, tabiiy yo'l bilan oziladim, lekin katta vaznda tabiiy yo'l bilan ozish juda qiyin bo'lib qoladi. Hamma usullarni qo'llab ko'rgansiz, to'g'rimi? Azimlik oldingiz diyeta qildingiz, diyetologlarga ham borman. Kichkinaligimdan, yoshligimdan doim diyetologlarga borganman, sportga borganman. Bularda kitayskiy dorilar ichganimda tashaganman 20 kilo, 25 kilo, lekin uni 2-3 barobar yana olganman-da. Lekin 1 yil mana shu 11 oy mobaynida hech qanaqa vazn olmadingiz, navrot ketishda davom etmoqda. To'xtab turadi, lekin olganim yo'q. To'xtab turadi, yana pasayadi. Juda yaxshi. Mana shunaqa rezultatlar bilan sizlarni yana nima deydi, ko'rsatib turaman sizlarga. Patsiyentimiz glavniy xursandlar, hayotlarida katta o'zgarishlar, yaqinda to'y bo'ladi shekilli. To'yga aytasizmi? Bizga bir chopon sog' bo'ling.